koinot, cheksizlik, insoniyat, sanoqsiz yulduzlar, milliardlab galaktikalar, oxiri ko'rinmaydigan bo'shliq. Bu koinot. Koinot bo'sh emas, u aniq tuzilishga ega. Eng kichik miqyosda zarralar va atomlar mavjud. Ulardan yulduzlar hosil bo'ladi. Yulduzlar birlashib, yulduz tizimlarini yaratadi. Biz shunday tizimlardan birida yashaymiz. Bu Quyosh tizimi. Quyosh oddiy yulduz. Uning atrofida sayyoralar aylanadi. Yer ham shulardan biri. Biz ko'rib turgan osmon avvalo shu tizim bilan chegaralangan. Lekin bu faqat boshlanish. Quyosh tizimi Somon yo'li galaktikasining bir qismi. Somon yo'li ulkan tizim. Unda taxminan 100 dan 40 milliardgacha yulduz bor. Bu galaktikaning diametri taxminan 100 ming yorug'lik yili. Bu degani, yorug'lik bir chekkasidan ikkinchi chekkasigacha 100 ming yilda yetib boradi. Somon yo'li yolg'iz emas. Bizga eng yaqin yirik galaktika Andromeda. U bizdan taxminan 2,5 million yorug'lik yili uzoqlikda. Biz uni hozir ko'rayotgan bo'lsak, demak uning nuri 2,5 million yil oldin yo'lga chiqqan. Galaktikalar yakka-yakka joylashmagan. Ular guruhlarga birlashadi. Biz yashayotgan hudud mahalliy guruh deb ataladi. Hozirgi ilmiy hisob-kitoblarga ko'ra, kuzatiladigan koinotda kamida 2 trillion galaktika bor. Har birida milliardlab yulduzlar. Bu raqamlar inson tasavvuridan tashqarida. Lekin eng muhim savol shu: inson koinotni qayergacha ko'ra oladi? Javob oddiy. Biz faqat yorug'lik bizgacha yetib kelgan joyni ko'ramiz. Yorug'lik tez, lekin cheksiz tez emas. Shuning uchun koinotning ham ko'rinadigan chegarasi bor. Bu chegara kuzatiladigan koinot deb ataladi. Uning radiusi taxminan 46 milliard yorug'lik yili. Bu shuni anglatadiki, biz koinotni hozirgi holicha emas, uning o'tmishi sifatida ko'ramiz. Biz ko'rayotgan ayrim galaktikalar allaqachon yo'q bo'lishi ham mumkin. Lekin ularning nuri hali ham yo'lda. Undan narida nima bor? Ilm aytadi: makon tugamaydi. Undan narida ham galaktikalar bo'lishi mumkin. Lekin u yerdan kelgan yorug'lik hali bizgacha yetib kelmagan. Shuning uchun u qism biz uchun noma'lum. Ba'zi ilmiy baholashlarga ko'ra, biz hozir ko'rib, bilib turgan koinot butunning 100 mingdan bir qismidan ham kichik bo'lishi mumkin. Shu ulkan tuzilma ichida inson joylashgan. Bitta sayyorada, bitta yulduz atrofida, bitta galaktikaning chekkasida. Biz koinot markazida emasmiz. Biz eng katta qismini ham ko'rmaymiz. Biz faqat unga ruxsat berilgan masofagacha qaraymiz. Va shunga qaramay biz savol beramiz. Balki insonning ahamiyati kattaligida emas, balki tushunishga bo'lgan urinishidadir.